ota-onangni oldida bolangni hech qachon qo'lingga olmagin. Qo'lingga olmagin. Nimaga? Voy, mana uni haqqi bor, uni qilsa naryoqda qilsin. U xotinim bilan naryoqda qilsin, lekin ota-ona oldida qilmasin bunaqa. Otani qalbi vayron bo'ladi, onani qalbi vayron bo'ladi. Bolam bolalik bo'lib mehri shu bolasiga ketib qoldi. Bizga bee'tibor bo'ldi degan xayol kelib qolmasin. Birodarlar, o'shaning uchun naryoqda qancha erkalasangiz u sizning bolasiz, haqqingiz bor. Qancha suysangiz qizni bolasiz, haqqingiz bor. Lekin ota-onani oldida mehringiz bo'linmasin. Hamma e'tiboringiz ota-onangizda borligini. Otangizni o'sha yerdan kirib kelayotganda o'sha eshitiluvdi, siz o'tiruvdingiz, kelmasdan o'rningizdan turishingiz kerak.